Selamat do'stlar, bugun sizlar bilan dindosh. Men bu yerda Ender Dragon'ni zap etdim. Qancha turgan qolaman keyin shu Dice Blade topolmadim, bo'lmasa kuniga hisoblardi. Hozir bo'lmasa kerakchi men bu yerda sandiqli ham qildim, mana turibdi. Shuncha vaqtda bor ekan. Xo'sh, tezroqni olishim kerak. Yo, yaxshi. Bu faktlar ham kerak bo'ladi. Xo'sh. Kerakchi tezroq o'qishloqchi bor ekan. Yo, qishloqqa bor. Ozki portal ham bor ekan. Yo, bu yana qanaqasi do'stlar? Haligacha bunchalik omadim kelmagandi. Yo'qolasiz ekamiz. Xo'sh, mayli, hozircha saytdan o'tib olishimiz kerak. Ana so'rashatdim. Bu yerda nima bor qiziq? Shunaqa ham bo'ladi. Nimasi qalbiki? Itan so'raydi. Xo'sh, bu sandiqda nima bor ekan qiziq? Yonyapti. Qanaqasi o'tirsa yonmaydigan. Shunaqa ham narsa bo'ladimi? Qo'yli. Boshqa bo'lmagan narsalar chiqdi o'zi. Kerakchi men lavaga kerakli narsani otishim kerak. Xo'sh, bu kerak sandiq. Yo'q, hozircha kerak emas. Yana kerak. Xo'sh, nima kerak emas. Jupak yo'q. Mana bo'ldi. Kerakchi men xullas bo'ldi mana. Men hozir tog'dan yo'lman uni o'tishim kerak. Xo'sh, ularni hammasini olib chiqishim kerak. Hozircha shu ham bo'lsa kerak. Emishmas bilasizmi? Xo'sh, sandiqlarni qurishim, mana galerni qurishim kerak hozir. Hali ish ko'p ekan, o'ylab qarasam. Bu yerda hech narsa yo'q aytarlik. Faqat mana bu jinnivoyda bor ekan. Yani ishxonasi. Ishxonasi emas. Shunaqa narsa bo'ladi. Lekin bu yerda hech narsa yo'q. Hech baho. Sandiq ham yo'q. Hatto jonim ketmasa bo'ldi. Bu yerdachi, bu yerda ham yo'q. Kerakchi. Bu yerda lekin bor ekan. Izimrud va birozgina non bor ekan. Lava. Nedir kerak emas. Son blokini tashladim. Yo, bu yerda ham yo'q. Yana bu yerda menimcha yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin bo'lmasa. Meyda yo'qgan bo'lmaydi. Shunaqa yo'qgan. Hozirginaqa. Xuddi shunaqa. Bu mana jinnivoyda bo'lmasa ishxonasi desa ham bo'ladi. Yo. Sandiqda hech narsa yo'q ekan salkam. Xo'sh. Mana. Bu nima qila olasan? Achi. Sen qo'limda o'ldirib qo'yarman. Shunday qoch. Birazgina ehtiyot bo'lish kerak. Yo! Qo'lmasdan o'ldirdim. Yo, bu ham qanaqasi? Qoyillik. Hal crafting table yasamayapman-da. Shunchalik chiqaman men qoyil. Xo'sh, mayli. Nimaga anchadan beri video olmayapsiz deysizmi? Chunki meni vaqtim bo'lmayapti unchalik.
Mashinchi qilicha sizamikin yo bo'lmasa kirganmi boshqa narsami nima yasasam bo'ladi. Xo'sh, hozir ko'ramiz. Nonlarni yasab olyapman. Xo'sh, endi men bu yerdan toshlab полный bran yasashim kerak. Ya'ni tosh aslahalar. Menimcha menga har ko'p tosh kerak. Tanimga turibman. Mayli. Mana yana. 20 tadan ko'p kerak ekanmi menga. Xo'sh. Tezroq. Xo'sh. Unda oldin kerakchi mana biz 25 tosh bloki bor. Bemalol tosh aslahalarga bemalol yetadi. Mana endi bitta qilich, bitta topor, bitta lapatka, bitta kirka bo'ldi. Xo'sh. Zumradni nima qilsam ekan? Balkim savdolasharman. Mana bu aholilar bilan. Nima qilaman men? Hozirkon topishim kerak endi men. Xo'sh. Xullas kerakchi qanaqadir yon topdim. Mana kichikroqmi yo xullas. Bu yerda hali mana bunaqa suv ham bor ekan. Suvga tushishim kerak. Waterda qolishim kerak ya'ni. Akkancha yasashim kerak. Xo'sh. Mana hali menga ko'p kerak bo'ladi. Bor demak. Ro'yxatda ishlatildi. Hozir ko'ramiz qaysi bir narsa ko'p ishlatilarkan. Yo, bo'lmasin, ular shu kunni kutib olishyapti. Qo'y. Lekin mayli. Tun tushdimi yo tushmadimi? Tushgan bo'lsa uxlash kerak tezroq. Xo'sh. Ana. Uxlamadik. Nimadan tushsam? Qanaqadir moblar bor ekan. Nima qilaman bo'pti hozir? Bo'pti endi. Mayli bo'lsa ham yashilkadir uxlash kerakchi. Temir ham topdim. Yo'qolib. Bular molmi? Yarimta. Voy. O'lmay qoldim. Mayli qaytdi. Qani qishloqqa u anagan. Yonimda spawn bo'pti o'zi qishloqqa. Xo'sh, kerakchi do'stlar. Xuddi yonimda topdim. Mana ko'rib turibsizlar, men yer bloklarni qo'yib yubordim. Xo'sh, qasdim bor edi. Meni o'ylashib uylarni yer blokni ham qo'yib yubordim. Xo'sh, lazolit qandaydir moblar kelyapti? Yo'q. Shart emas, yana bitta olmoslar bor. Xo'sh, hozircha masjidga yuraman. Yo'q, g'alati yo'l ekan. Sal tekisroq yo'l bo'lsa bo'lmaydimi? Shu yo'lni nima bo'lgan? Xo'sh. Tezroq olmoslar topishim kerak men. Menimcha bu yerda yaxshi yo'q. Mayli bo'lmasa orqaga qaytamiz. Pastga tushib turib, yugurib ketaveramiz. Gazini qo'yib, kerakchi. Men divanni bekor yoqmadim-da. Agar o'lib qolsam, divanni bosib olsam, o'lishdan oldin sizda teleport bo'laman. Nima bu? Lava qanday? Xo'sh, bu yerda ham yo'q ekan. Hech narsa yo'q ekan. Qayerda bo'lishi mumkin bo'lmasa,
mayli haligi nima o'zim nima yuboray yetimga ketaka yetimga chekib mayli najot boshqa nima qilardim yo'metgan chuqur yaxshi bu vaqt judayam yaxshi lava bor ekan lava mol ekan yoqmaydi menga kerakchi bitta olmoslik qilish yasasam ham bitta kirga yasasam bo'ldi yetadi qishloqdan qilib olaman qolgan narsalarni temirli nimalar qilib olaman bo'ldi unchalik nima qilish shart emas shu olmos bor ekan yo birinchi olmoslarim mayli bularni tezroq sug'urib qochish kerak gazini bosish kerak kerakchi yonida ham yo'q ekan mayli xo'sh yana qayerda bor bu farm bo'lib ketishdi mayli qidiraman bu yerda ham yo'q bu yerlar ikkita endermen naqiga shu endermenlardan hozir enerjini chiqib olaman kerakchi kelajakda kerak bo'ladi menimcha men mana bunaqa g'alatiroq yer qilib olishim kerak endermen bo'lmasligi uchun bu yerda men mana bu yerda yoqishim kerak bunday qilsam bo'ldi ko'zga qarashim kerak bo'ldi shu ishmi yo'q mana nasib iltimos uchun kerak o'zing kerak emas nima urdi chiqdi yaxshi qanchalik omadliman yo'q hozir yo'lda ko'payib ketibdi xo'sh bu yerdan bular yo'qolib ketdi nimaga bilmayman nimagaligini bu yerdan tepaga chiqish kerak hozir chiqib ko'rishim kerak ya'ni olmos bormi yo'qmi hamma yoqqa qarashim kerak tepadan boshlayman birinchi hozir ko'ramiz bu yerlarda olmos bo'lishi bor ekan yo'q bu yerda lava bor ekan hozir o'lardim agar bunday qilib qaziyman mana bo'ldi endi bu yerda ham o'tishim kerak bu yerdagi lavalarni blokni yopishim kerak bunday qilsam bo'ladi endi biz bitta olsam bo'ladi oldim yaxshi zo'r buni tagidachi bormikan hozir ko'ramiz hayotim o'lishim misol qoldim yomon bo'lardi o'zi ham hammasini oldim kerakchi endi 5 ta anjicha topib bo'pti 5 ta xullas bo'y olmasdan nimasini qilib qidirmasam qapsam xavfli bu tushib ketdi mayli xo'sh yana qidirish kerak haligi ham video qoldim birinchi qismini do'stlar xullas kerakchi men baza qurib olishim kerak kerakchi hozir videodan xo'sh do'stlar kerakchi sizlar bilan dinois bo'ldi bu mana shuni birinchi qismi edi mayli baja xayr